To'g'rilagan. Biraz kuşlar bunlarla ekranı. Tutaj yo'lni hozir birinchi sinov bo'ldi. Mana birinchi sinov o'zim chiqarib ko'rdim. Işte kashfasi va sifati ustidagi prislari ham chotki qilib 2-3 sm bosadi. Hozir ruchnoy mana shu yerda taxlangan dastur bilan bu sinov qilinyapti. Har safar shunaqa videoni taxlaymiz o'zimiz uchun. Bitta sinovga mana chotki turibdi. Mana betonmesharka komplektiga betonmesharkalar taxlab beriladi. Betonmesharka 1200 turbadan bo'lgan qalin jislari. Jiz qalinliklari 12 mmlik jislardan bo'lgan. Bu 2 vibratorlik. Xo'p, juda sifatli ishlab chiqaradi. Yo'l ko'rinishlari, tepa qismlari chotki. Endi bu apparatlar lazerli uskunamiz orqali kesiladi. Mana lazerli uskunamiz orqali kesiladi. Idealni qilib chotki qilib 00 tochkaga kelguncha yasaladi. Xullas mana shunaqa sifatli apparatlar kerak bo'lsa, biznes uchun bemalol zakaz qilishadi ekan. Manzilimiz Qashqadaryo Shahrixon tumanida ishlab chiqarilyapti. Xo'p, mana shu apparat bilan olib kunida 800 ming, 1 milliongacha, 1 million, 1,5 milliongacha g'isht pul ishlasa bo'ladi. Sof foyda 1,5 milliongacha. Yine bitta g'isht narxi hamma joyga har xil. Buni razmeri 17 ga 37 bo'ldi. Mana shu o'rtasi bo'linuvchan qilib berildi. O'rta bo'linadi. Bu xo'p. Bu g'isht apparatimiz Samarqand viloyati Nurobod tumaniga ketadi. Xo'p, mana shu dastavkadan olingan jarayon.